Assalomu alaykum. Akalar, Cobalt topib qoldik. Bir yondan juda qattiq urilgan. Udar evaziga mashina ag'darilib ketgan. Bu mashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Gazlari bor, motor korobkalari butun. Yonbosh holatlari sidirilgan. Tomlari izra vanna bo'lib ketgan. Salon holatlari airbaglar o'tgan. Ikkinchi pozitsiya mexanika. Sog' detali qolmagan. Bitta shu orqa eshik sog' desak, buni ham niyatinasi bor ozgina. Niyatina qilish kerak. Bu mashinamiz Andijon viloyati Asaka tumanidan oldik. Uxlab qolish oqibatida zilni orqasidan urgan ekan. Akalar, kimda shunaqa avariya urilgan mashinalar bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar.